man tan olaman, hozir menda o'sha insonlarda bor narsa yo'q. Qanaqa chiroyli bo'lmay, qanaqa aqlli, qanaqa talantli bo'lmay, menda o'sha baxt, o'sha imkoniyat, o'sha sog'liq, o'sha omad yo'q. Demak, man hozir mana shu quduqni pastidaman. Mas shu yerga o'zimni o'zim olib keldim. Va u insonlar meni ko'zimga qanaqa g'alati, chiroyli emas, aqlsiz bo'lib ko'rinmasin, ularda bor. Demak, qaysidir fikrlashlari uchun, qaysidir ishlari uchun, qaysidir hislatlari uchun yaratganning xohishi bilan hozircha ularga berilgan. Birinchi ularga berilgan. Ovozingiz bilan oynani oldiga kelib tan olishingiz kerak. Qachonki inson o'zini chuqurdaligini tan olganda va boshqa insonlarga arziydimi u inson, arzimaydimi sizni ko'zingizga qaraganda, o'sha baxtini o'ziga loyiq ko'rganingizda, o'shandagina mana shu quduqning tagidan chiqasiz.